Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Mana hozirgi bemorimizni holatini ko'rsanglar, bular paftor ikkilamchi blefaroplastika ikkala amaliyot ham salonda o'qusiz kosmetolog tomonidan amalga oshirilgan. Men hamma kosmetologlarni ayblamayman, vrach kosmetologlar qilsa bo'ladi, lekin ularda ham xirurgiskiy profilga litsenziyasi bo'lishi kerak, lekin mana sifatsiz ish 2 marotaba bo'lgan. Ko'zingizni oching. Xo'p, 3-chisini qayta qilib beraman dedi salonchi. Demak, 3-chisiga ham qilmoqchi. Menimcha bu yurak o'ta baquvvat salonchi bo'lsa kerak. Juda achinarli holat. Hozir bularni to'g'rilash uchun kamida 3-4 soatlik operatsiya ketadi. Ko'zlaringizni oching. Ko'z holati juda achinarli. O'zlari juda chiroyli qizida, endi juda bir xunuk holatga kelib qolibdilar. Endi bemorimizni Xudo xolasa meni kuzatishda davom eting, natijalarni yaqin orada sizlarga taqdim qilaman.